Assalomu alaykum hurmatli Agrohouse mijozlari. Bizning Agrohouse maktab loyihamizni kuzatib borayotgan hurmatli dehqonlar, navbatdagi mavzumiz sizlar bilan mis haqida bo'ladi. Mavzumizni barglar buralyaptimi degan sarlavha ostida qo'ydik. Ya'ni mis yetishmovchiligining 7 ta belgisi va uning tezkor yechimi. Bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz juda yaxshi bilishadi. Biz Agrohouse maktab loyihasida bitta har bitta elementlarni dars qilib kelyapmiz, ma'lumotlar berib kelyapmiz. Bu ma'lumotlar eng oxirgi zamonaviy butun adabiyotlardan, amaliyotlardan yig'ilgan holatda tayyorlanib sizlarga berib borilyapti. Mavzumizni boshlaydigan bo'lsak, mis o'qiti haqida. Azizlar, misni kimyoviy yozilishi mana qavs ichida ko'rsatilgan. Ba'zan ingliz tilida copper deymiz, kimyoviy tilda kuprum deb nomlaymiz. O'shanga mana shunaqa belgi bilan belgilanadi mis. Mis o'simlikka juda oz miqdorda kerak bo'ladigan bo'lsa-da, lekin eng asosiy mikro elementlardan biri hisoblanadi. Mis nima uchun o'simlikda qanaqa vazifalarni bajaradi deyilsa, eng muhim vazifalardan bu o'simlikning nafas olishi, unda energiya almashuvini, bundan tashqari o'simlikda turli xil fermentlarning faoliyatini nazorat qilish, ularni amalga oshirishda mis juda ham muhim hisoblanadi. Odatda mis poya va hujayra devoralarini mustahkamlaydi. Shuni hisobiga bizda o'simligimiz baquvvat holatda bo'ladi. Demak, o'sha uni poyasini baquvvat bo'lishi yoki hujayra devorlarining baquvvat bo'lishini eng asosiy bir sababchilardan bittasi bu mis mikro elementi hisoblanadi. Xo'p, mis yetishmasa, albatta biz hozir keyingi slaydlarimizda mis yetishmovchiliklari haqida batafsil gaplashamiz. Odatda mis yetishmasa, mana bu quyidagi bir holatlarni ko'rishingiz mumkin. Barglar rangsizlanishi, o'sishning sustlashib qolishi hamda hosildorligining kamayishi kabi bir qator holatlar kuzatilishi mumkin. Ana endi o'simliklar tomonidan misning o'zlashtirilishi haqida gaplashmoqchi bo'lsak, mis tuproqda mavjud bo'ladi va o'simlik uni ildizlari orqali o'zlashtiradi. Lekin bizning tuproqlarimizdagi mislarni o'simlik uchun juda ham foydali deb bo'lmaydi. Hammasini ham o'simlik o'ziga foydali tarzda qabul qila olmaydi. O'simlikning sog'lom o'sishi uchun juda oz miqdorda mis o'zini yetarli bo'ladi, ya'ni ko'p miqdorda kerak emas. Bu hozir aytganimizdek, demak, tuproqda mis bo'lsa ham, uning hammasi ham o'simlik foydalana oladigan shaklda bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zan biz tuprog'imizni tahlil qilganimizda, tuprog'imizda mis ko'p ko'rsatishi mumkin, lekin u degani o'simlik uni oson qabul qila oladi degani emas. Biz hozir uni ham ko'rsatamiz, qaysi mis qanaqa holatda o'simlik tomonidan o'zlashtiriladi, qaysi biri yaxshi, qaysi birining kamchiliklari bor, ular haqida ham aytib o'tamiz. Tuproqda mis bo'lishining o'zi yetarli emas, ya'ni biz buni bitta xulosaladik. Ya'ni mis o'simlik ildizi o'zlashtira oladigan shaklda bo'lishi shart. Hozir aytganimizdek, demak, bu bizda tuprog'imizda misni ko'p ko'rsatilishi bu o'simlik uchun foydali degani emas. Ozgina bo'lsa-da foydali bo'ladigan mis o'simlik uchun eng muhim faktorlardan biri hisoblanadi. Ana endi o'simliklar tomonidan misning o'zlashtirilishi uchun mana yana biz shu mavzuga keldik, ya'ni pH. Doim qaytaryapmiz, ko'ryapsiz qanchalik bu muhim narsa. Agar pH 7 dan past bo'ladigan bo'lsa, biz sizlar bilan kelishib olgan edik, 5,5 dan 7 gacha bo'lgan yoki bo'lmasam butun dunyo adabiyotlarini yiqqanda o'sha 508 dan 608 gacha yoki 5,5 dan o'sha 7 gacha bo'lgan ko'rsatkich eng optimal pH ko'rsatkichi deb aytdik. O'sha pH 7 dan past bo'ladigan bo'lsa, mis o'simliklar tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni bu ko'pincha kislotali tuproqlarda 4,5-5 ko'rsatkichda ko'rsatadigan tuproqlarda mis o'simlik tomonidan osonroq o'zlashtiriladi, foydaliroq bo'ladi. Tuproq ishqoriylashgan sari, ya'ni pH yuqoriga ko'tarilib ketgan sari, 7 dan tepaga ko'tarilib ketsa, mis o'simlik uchun qiyin o'zlashtiriladigan holatga o'tadi. Aynan bizning tuproqlarimizda pH 7 dan baland, 8, 8,5. Va demak o'z-o'zidan ma'lumot kelib chiqadiki, bizning tuproqlarimizda mis ko'p bo'lsa-da, ko'p ko'rsatilinsa-da, lekin u o'simlik tomonidan uni o'zlashtirilishi oson bo'lmaydi. Bundan tashqari mis tuproqdagi loy zarrachalarga yopishib qolishi mumkin va uni ildizlar o'ziga qabul qila olmaydi. Bundan tashqari mis organik moddalar bilan mustahkam bog'lanib qoladi. Shuning uchun organik moddasi juda ko'p bo'lgan tuproqlarda mis yetishmovchilik kuzatilishi mumkin. Demak,
biz ko'pincha aytamiz, masalan tuprog'imizda go'ng ko'p bo'lishi kerak. Albatta ko'p bo'lishini ham o'ziga yarasha afzalliklari bor, lekin har bitta narsani o'ziga yarasha agar me'yorda olib borilmasa, uni o'ziga xos zararlari kelib chiqishi mumkin. Ya'ni demak, sizni tuprog'ingizda organik modda juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda mis bog'lanib qolish ehtimoli ortadi. Bundan tashqari tuproqda temir, marganец, karbonat yoki fosfatlar ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, mis ular bilan birikib o'simlik foydalana olmaydigan shaklga o'tadi. Natijada tuproqda mis mavjud bo'lsa ham o'simlik uni o'zlashtira olmaydi va mis tanqisligi paydo bo'ladi azizlar. Ana endi o'simliklarda mis yetishmovchiligining belgilari qanaqa bo'ladi? Mis o'sha mikroelementlar ichida harakatlanishi juda qiyin bo'lgan mikroelementlardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun uning ilk yetishmovchilik holatlari, belgilari yangi chiqayotgan barglarda ko'rinadi. Mana biz ko'p kuzatamiz, baylarni bujmayib qolishi. Bu bitta belgilardan bittasi. Hozir qolgan belgilarni ko'rsatamiz. Dastlab barg uchlarida o'zgarish paydo bo'ladi. Keyinchalik bu holat bargning boshqa qismlariga ham tarqaladi. Mana azizlar, mis yetishmovchiligining asosiy belgilari. Demak, birinchi belgisi yosh barglarning buralib yoki qiyshayib o'sish holatlari. Mana shunaqa holat siz o'simligingizda kuzatilsa, bu bitta holati mis yetishmovchiligi belgilaridan bittasi hisoblanadi. Ikkinchi belgilardan yosh barglar to'q yashil ranglarga kiradi yoki ko'kimtir yashil rangga kirib qoladi. Mana suratda ko'rib turganingizdek, bu ham mis yetishmovchiligi belgilaridan bittasi hisoblanadi. Yoki bo'lmasam xloroz, mana barglarda mana shunaqa ko'rinish ham ba'zan mis yetishmovchiligi barg tomirlari orasidagi mana sarg'ayishlarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham mis yetishmovchiligining belgisi hisoblanadi. Va bundan tashqari o'simliklarning o'sishi sekinlashadi. Mana sekinlashib qoladi, kichkina bo'lib gulga kirib qoladi yoki bo'lmasa meva to'kishni boshlab qoladi. Bu ham mis yetishmovchiligining belgisi. Mana sog'lom o'simlik bilan deylik mis yetishmovchiligi kuzatilayotgan bitta o'simlikdan misol ko'rsatdik. Ana endi yana bitta belgilardan katta barglarning osilib qolish holati. Mana ko'rib turibsiz. Yoki so'lishi, oddiy so'lish holatlari. Bu ham mis yetishmovchilik belgilaridan hisoblanadi. Bundan tashqari gullash kechikadi. Natijada hosil shakllanishiga ham ortga suradi. Albatta bizda hosilni albatta gul ta'minlab beradi. Demak, gullashning kechikishi esa kech hosil olishimizga ham olib keladi. Bu ham deylik, mana sog'lom o'simlikda ko'rishingiz mumkin. Gullash erta boshlanadi, hosil shakllanishi mana yaxshi. Endi mis yetishmovchiligi kuzatilayotganlarda esa gullash o'z-o'zidan kechikib hosil shakllanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ana endi kuchli yetishmovchilikda o'simlik so'lib qoladi va hosildorlik keskin kamayadi dedik. Ya'ni bu o'sha endi o'tkir yetishmovchilik deyiladi. O'tkir mis yetishmovchiligida mana sog'lom o'simlikda ko'rishingiz mumkin. Mis yetishmayotgan holatdagi mana ekinni ko'rishingiz mumkin. Ana endi ko'p yetishmovchiligini ko'rdik. Ko'p bo'lsa nima bo'ladi deyilsa, mis ko'payib ketsa nima bo'ladi? Misning ortiqcha miqdori nafaqat o'zi zarar qiladi, balki boshqa oziq elementlarning o'zlashtirishiga ham xalaqit beradi. Hozir aytganimizdek, mana tuproqda mis ko'p bo'lsa, mana temir, marganец, rux hamda molibden kabi eng muhim elementlarni o'simlik kamroq o'zlashtiradi, qiynaladi. Shuning uchun bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Shuning uchun biz nima tavsiya qilamiz? Ko'pincha kompleks mikroelementlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Chunki kompleks mikroelementlarda o'sha dunyo bo'yicha belgilangan standart bor. Har bitta mikroelement o'sha o'simlik uchun zarur bo'lgan mikroelementlar o'sha belgilangan standartlar asosida o'sha o'g'itda joylashtirilgan bo'ladi. O'shani berganingiz, doimiy berib borishingiz mikroelement yetishmovchiligini oldini oladi. Bundan tashqari misning zararli ta'siri o'simlik turiga va tuproq sharoitiga qarab farq qiladi. Hali boya aytganimizdek, kislotali tuproqlarda, ya'ni pH past bo'lsa, mis o'simlikka ko'proq o'tadi va zaharlanish xavfi ortadi. Yoki teskarisi ishqoriy tuproqlarda pH yuqori bo'lsa, misning zararli ta'siri kamroq kuzatiladi. Azizlar, sizlarga ko'proq tavsiya bergan bo'lardik. Tuprog'ingizni pH-ini ekin ekishdan oldin ham, ekin ekishdan keyin ham to hosilni yig'ib olgunizcha doimiy tekshirib borishingizni tavsiya qilamiz. Hech bo'lmasa oyda bir marta o'sha pH apparatlar bilan
tuprog'ingizni tekshirib boring. Ana endi misli o'g'itlar haqida ozroq gaplashmoqchimiz. Misli o'g'itlar odatda 3 ta katta turga bo'linadi. Bular mis nitrat, suyuq mis nitrat yoki bo'lmasam mis sulfat, biz medniy kuparos deymiz. Hamda hozir zamonaviy xelatlangan mis parashoklari, parashokli o'g'itlarni misol qilishimiz mumkin. Endi qaranglar, biz o'zimizdagi bor mahsulotdan qo'ydik. Albatta bu turdagi mahsulotlar biz bozorlarimizda juda ham ko'p. Mis nitrat o'g'iti. Bu yerda demak ham mis elementi bor, ham azot bor. Demak bu o'simlikka eng tez ta'sir qiladigan misli elementlardan bittasi bu mis nitrat o'g'iti hisoblanadi. Mana yozib qo'ydik. Barg orqali qo'llasangiz bo'ladi. Albatta suyuq shaklda bo'lganligi uchun buni barg orqali kapelni deymiz, tomchilatib sug'orish tizimlari orqali ham qo'llashingiz mumkin. Nitrat, ya'ni azot bor ichida, nitrat shaklda va o'simlik qabul qilishi juda ham tez bo'ladi. Sizda o'tkir yetishmovchilik bo'lsa, mis nitratdan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Mana dozalarni yozdik. Ko'pincha bizga savol bo'ladi. Mana bargdan purkashda 100 litr suvga 150-250 ochiq dala sharoitida mana gektariga 1-2 litr, issiqxona sharoitida gektariga 1-1,5 litr bargdan qo'llashingiz mumkin. Mana qolgan ma'lumotlarni ham ko'rishingiz mumkin. Tomchilatib sug'orishda qancha berish kerakligini. Lekin mana yozdik. Kuchli mis tanqisligi bo'lsa 3-4 litr, lekin ehtiyotkorlik bilan. Albatta misli preparatlar bilan foydalanishda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Chunki hozir aytib o'tdik, buni ko'p ham zarar, oz ham zarar va juda toksik bo'ladi. Ya'ni zaharlilik, zaharlash xususiyati, o'simlikni zaharlash xususiyati bularda yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan qo'llash tavsiya qilinadi. Qo'llash oralig'i suyuq o'g'itlarni 10-15 kun. Demak, bu 2 hafta degani. Butun mavsum davomida siz 2 martadan 4 martagacha qo'llashingiz mumkin. Endi biz albatta ekin ko'p. Agar sizga qaysidir ekinga qo'llash dozasi kerak bo'lsa, izohda yozsangiz javob beramiz. Lekin bu yerda biz asosiy ekinlar sifatida ko'rganimiz uchun biz pomidor, bodring, qalampir. Bu qalampir deganda achchiq qalampir emas. Biz o'zimizda o'sha xalqona tilda bolgarskiy deymiz, bulg'or qalampiri hamda baqlajon uchun bir sarf me'yorini ko'rsatib o'tdik. Agar siz izohlarda sizning ekiningiz boshqa ekin bo'lsa, masalan, g'alla, paxta bo'lishi mumkin, yozsangiz qancha miqdorda qo'llashingizni aytishimiz mumkin. O'zi mana bu yerdagi ma'lumotlardan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu ma'lumotlar umumiy ma'lumotlar, albatta boshqa ekinlarga ham bu to'g'ri keladi. Masalan, profilaktika uchun oldindan mis yetishmovchiligi kuzatilinmasin desangiz, gektariga 1 litr qo'llasangiz bo'ladi. Ana endi muammo sal ko'rinishni boshlagandan keyin 1,5-2 litr gektariga tavsiya qilinadi. Tomchilatib sug'orishda esa, ya'ni bu kapelnida 2-3 litr tavsiya qilinadi. Bu mis nitrat suyuq shakldagi oziqalarni mana shu shaklda foydalansangiz bo'ladi. Ayni endi navbatdagisi biz xalqimiz juda ko'pchilik yaxshi ko'radigan, ko'p foydalanadigan medniy kuparos deymiz, mis sulfat ham o'g'iti, mana e'tibor bering, mis sulfat ham o'z oziqa, ham fungitsidlik, bakteriyalik kasalliklarga juda yaxshi ta'sir qiluvchi deylik o'g'it dori desak bo'ladi. Va o'simlik qabul qilishi o'rtacha bu anaqamizni, mis sulfatimizni. Albatta mis sulfatda missi miqdori juda baland bo'ladi. Biz yurtimizda ham juda yaxshi mis sulfat o'g'iti ishlab chiqariladi. Mis sulfatining sarf me'yori, mana ko'pchilik sarf me'yori bo'yicha aniq bitta ma'lumotga ega emasda, tarqoq ma'lumotlar yuradi. Mana shu biz harakat qildik ma'lumotlarni bitta joyga jamlab berishga. Masalan, mevali daraxtlar yoki uzumzorlarga qo'llamoqchi bo'lsangiz, odatda 1% li eritma tayyorlanadi. Ya'ni bu 1 litr 10 litr suvga 100 gram mis kuparosini foydalanishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Yoki bordo suyuqligi tayyorlashda 10 litr suvga 100 gram mis kuparos bilan 100 gram ohak bilan 1% li bordo suyuqligini tayyorlashingiz mumkin. Tuproqni dezinfeksiya qilish uchun 1 kvadrat o'sha maydonga 1-2 litr yarim yoki 1% li eritma ishlatishingizni tavsiya qilamiz. Endi issiqxona va omborlarni dezinfeksiya qilish, mana hosil yig'ib olganimizdan keyin biz tavsiya qilgan bo'lardik mis kuparosi bilan dezinfeksiya qilishingizni. Bunda o'sha 10 litr suvga 100-200 gram mis kuparos qo'shib sepib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Yoki bo'lmasa oddiy tuproqqa qanday buni aralashtirib ishlatamiz degan bir savol tug'iladigan bo'lsa, 1 gektar issiqxona misolida bir ko'rsatishga harakat qildik. O'sha 50 kilodan 100 kilogacha bo'lgan mis kuparosini o'sha tuproqqa aralashtirish orqali tuproqni dezinfeksiya qilishini tavsiya qilgan bo'lardik. Asosan qaysi kasalliklarga mis kuparos ko'proq foyda bo'ladi degan savol bo'lsa, o'sha tuproqdagi demak fuzarioz, nematoda, ildiz chirish kasalliklarini keltirib chiqaruvchi
turli xil zararli bakteriyalarga qarshi samarali vositalardan bittasi hisoblanadi. Azizlar, keyingi o'g'itimiz bu mis xelat. Bugungi zamonaviy qishloq xo'jaligi juda bir yaxshi, biz dehqonlar uchun ideal desak bo'ladi, juda ideal bir o'g'itlarni ishlab chiqaryapti desak bo'ladi. Mana shu misli o'g'itlarning ichida eng yaxshisi bu xelatlangan mis deb ayta olamiz, bemalol, qo'rqmasdan. Sababi bizning tuproqlarimiz mana yildan yilga tuproqlarda pH muammosi yomonlashib boryapti, ya'ni pH ko'tarilib boryapti. Bu juda ham o'simlik uchun yomon degani. pH deylik to 9 gacha bo'lgan holatlarda mazkur xelatlangan, ya'ni EDT tipida xelatlangan mislar juda yaxshi ishlaydi. Mana sarf me'yorlarini ko'rsatib o'tdik. Bu yerda bir eng muhim bo'lgan bir nuqtaga e'tiboringlarni qaratmoqchi edikki, demak o'sha 1 kilolik misli o'g'itimizning ichida 150 gram sof holatdagi demak mis elementi joylashgan bo'ladi. Mis xelat deb nomladik buni. Demak, mis yetishmovchiligini tuzatish uchun asosan o'simlik qabul qilishi juda yuqori va eng barqaror mis dedik. Ya'ni o'simlik 100% mazkur mis elementini oson o'ziga qabul qiladi va bu barqaror doimiy mis yetishmovchiligini oldini olib turadigan o'g'itlardan bittasi hisoblanadi. Azizlar, sizlarga mis elementi haqida yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Albatta, vaqt ajratib bizni kuzatib borganingiz uchun kattakon rahmat. Qo'shimcha savollaringizni, izohlaringizni kutib qolamiz. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.